Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, kuchlimisizlar? Mana biz navbatdagi telefonimizni tayyor holatini labolarimizga yukladik. Xudo xolasa Andijonga, Xudoberdiga qayerga ketyapti bu yukimiz? Andijonga Zerlamosga chiqarib yuboryapmiz. Buni tayyor holatini sexdan turib 1 kvadratini 50 ming so'mdan tayyorlab berdik. Hattoki mana shu gullarimiz ham donaga bermaymiz, kvadratga tayyorlab beramiz. Bunaqa donaga, boshqa sexlarga o'xshab donaga tayyorlab bermaymiz. Hattoki shaxmatimizni do'ppi tillalari ham xudo xolasa kvadratga beriladi. Ustakamiz hamma yo'g'i ichida qilib joyini olgan ekan. 1 kvadratini 130 ming so'mdan xudo berdi degan ismli ustakamiz 13 yildan beri texnikafon bilan shug'ullanadi. Nomuradin 130 ming so'mdan 1 kvadratini olgan ekan. Biz doimgidek mijozimiz bo'lganligi uchun 1 kvadratini hamma yo'q ichida 50 ming so'mdan qilib tayyorlab berdik. Agarda sizlarga ham shunaqangi holatdagi tayyorlab bering deydigan ustakalarimiz bo'lsa, bemalol bizning raqamlarimizga qo'ng'iroq qilib bog'lansalaring, chiroyli qilib sizlarga ham turnicafonlarimizni tayyorlab beramiz. Bizning manzilimiz Asakada, Ulug'bek ko'chada, Eski Oqayzod mahallasida. Sizlar bilan uzoqlashmaymiz. Sizlar bilan usta G'anisher bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hech qachon charchamanglar. Rahmat hammaga. Yana bitta-yu. Ha, hozir 5 million 200 bersam bo'ldimi? Bitishini video qilamiz keyin.